Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz qarindoshlar. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Farabi tor darsxonamiz qurilib, matematika boshlang'ich saviyadan 40 darsni YouTube kanalimizga yo'lladik. Buning bilan birga Turkiyada chet ellik o'quvchilarning oliy maktabga kirish imtihonidan iborat 100 imtihonida chiqadigan IQ mazmunlarini toplam 9 bo'limga bo'lib, sistemlik bir shaklda so'zlab qarindoshlarimizga sundik. Bugundan e'tiboran IQ darslarimizning o'rniga geometriya darslarimizni dastlab, ya'ni her kuni IQ'ga sarf qilib kelgan vaqt va energiya bilan geometriya darslarini noldan boshlab sistemlik so'zlaymiz. Keyingi 1,5-2 oy ichida matematika va geometriya darslarimizni pak-pakiz tamomlaganimizda Turkiyada 100 imtihoniga kiradigan o'quvchilarimizning ehtiyoji asosiy jihatdan qamdiladi deb qaraymiz. Bu Farabi matematika darsxonasi, Farabi IQ darsxonasi va yoki Farabi geometriya darsxonasi emas. Bu Farabi tor darsxonasi. Bir darsxona matematika, IQ va geometriya darslar bilanla cheklanib qolmasligi kerak bo'lganidek, Farabi tor darsxonamiz ham cheklanib qolmasligi kerak va cheklanib qolmaydi. Bütün dünyani internet qaplab ketgan bugünkidek bir kunda dunyoning har qaysi joylaridagi har qanday bir Uyg'ur qarindishimiz telefon, iPad va yoki bir kompyuterni internetga bog'lab, Farabi tor darsxonasining YouTube kanaliga kirib, o'zi xohlagan fandan xohlagan bir darsni ochib ko'ra olishi kerak. Bu güzel manzarani ro'yobga chiqarish uchun biz kechini kunduzga ulab, bütün kuchimiz bilan tirishimiz. Ya'ni adabiyot, fizika, ximiya, coğrafiya, biologiya va boshqa darslarni Uyg'ur tilida noldan boshlab sistemlik so'zlab bütün dünyadaki qarindoshlarimizga sunamiz. Farabi tor darsxonasi qandaqdir biz bir qanchalarning darsxonasi emas. Bu hammamizning darsxonasi. Biz faqat darsxona beshida turib boshqarish va yetakchilik qilish bilan mas'ulmiz. Darsxonamiz xuddi bir yangi tikilgan ko'chatga o'xshaydi. Bu ko'chatga suv quyib parvish qilish bütün dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizning mas'uliyati va majburiyati deb qarayman. Şunun bilan birga xalqimizning parvish qilishi bilan buk baraqsan bo'lgan bu daraxtning soyasidan bahramand bo'lish va mevasidan foydalanish ham har qanday bir Uyg'ur qarindishimizning bir kishilik haqqi. Farabi tor darsxonasini millatimiz uchun xizmat qiladigan universal bir darsxona qilib qurib chiqish bizning yuksak g'oyamiz. Bizda bandisi tilmas, xudi bermas deydigan so'z bor. Bu bizning tilakimiz ham istikimiz. Nişanımız aniq va niyatimiz durust. Alloh taolaning bizni bu g'oyaviy nishonimizga yetkazganligiga ishonchimiz cheksiz. Ekran oldidagi aziz qarindoshlarimizning Facebook, Instagramda bizga yozgan va YouTube'da bizga qoldirgan xayrlik duo va go'zal so'zlariga javob qaytarib bo'lolmagan bo'lishimiz mumkin. Lekin bizga kelgan har bir inkosni ko'rib turyapmiz va har doim ko'rganimizda nihoyatda ta'sirlanib, cho'nqur ilhom olamiz. Agar darsxonamiz eng beshida faqat matematika so'zlash niyati bilan qurilib, hozirga qadar IQ darslarini qo'shib tamomlab va bugundan e'tiboran geometriya darslarini so'zlash niyatiga kelgan bo'lsa ve Farabi tor darsxonasini universal bir darsxona qilib qurib chiqishdan iborat bu yuksak g'oyani o'ziga nishon qilib tiklagan bo'lsa, bu tamoman shu xayrlik duo va go'zal so'zlardan olgan cho'nqur ta'sirotning namoyandasi. Farabi tor darsxonamizni qo'llab bergan barliq qarindoshlarimizga oddiygina rahmat aytish emas, cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz va amaliy ish harakatlarimiz bilan javob qaytaramiz. Oxirida ekran oldidagi qarindoshlarimizga yetkazmoqchi bo'lgan bir go'zal xabar var. U bo'lsa-mu Turkiyada 100 imtihoniga kirib to'liq numar 100 olgan qarindoshlarimizni Farabi tor darsxonasi 2000 Turk lirasi bilan mukofotlaydi. So'zimni yana bir ta'kidlab o'tay, dunyoning qanday yerida tug'ilib cho'ng bo'lishidan va qanday yerida o'qigan bo'lishidan qat'iy nazar Turkiyada har qanday bir 100 imtihoniga kirib to'liq numar 100 olgan Uyg'ur qarindishimizni Farabi tor darsxonamiz 2000 Turk lirasi bilan mukofotlaydi. Bu so'zimiz bu yillik, ya'ni 2020 yillik 100 imtihonidan boshlab kuchga ega. Shu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarimizga salomatlik va xotirjamlik tilayman. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat, omon bo'lgaysizlar.